Xo'p, bu 14-iyun Donata navimiz. Bo'ylari mana baland. Sizlardan bir iltimos qilaman, mana hozir ko'rasizlar, yonida bitta ikkita bachki chiqarayotgan joyi bor. Qolgan bachki yo'q, bachki bor. Mana stress holatida yuqori bo'lgan joyi bor. Bo'yi kalta bo'lgan joyi bor. Endi buchi baribir dehqonni mahoratiga ham bog'liqda. O'shanga sizlardan iltimos qilaman, ana bir ikkitasidan mana shunaqa bachki chiqsa, xavotir olib bir xilla bor, urug' aynagan yo'q, urug' aynamagan masalaga 100% ishontirib aytaman. Biza urug'larni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi zavoddan olib kiramiz. Bu hech qanaqa qo'l bola poddelka urug' emas. Holati shu holatida ham makka jo'xori mana donga mo'ljallangan. O'zi standart 1.10 da 1 metrda soladi. Bunda ham xuddi shunaqa 280 gacha o'sadi bo'yi. Bu Juma bozorida ekilgan 14 gektarlik karta bu. Ichkariroq kirsanglar, bo'ylari ichkarisida ham bir ikkita baribir bachki bor. Mana hozir bularda yo'q, mana yonidan chiqadigan joyida bor. Lekin u bachki agar qo'lda qayirish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa ham uni kesinglar, sug'urmanglar, ildiziga u zarar qiladi. Agar yo'q qoldirsanglar ham u hosilga ta'sir qilmaydi. Bir xillani genida bo'ladi, bir xillada stressdan bo'ladi u. Bir xilla bo'ktirib suv sug'argandan yonidan ildiz bachki berib yuboradi. Xavotirlanadigan joyi yo'q. O'shuning uchun sizlarga bir iltimos qilamanki, xavotir olmanglar. Siz bizdan urug' oldingizmi, ishonchingiz komil bo'lsin, bu qo'l bola emas. Bu hech qanaqa urug' aynamagan. Urug' aynaganda chiqishida xatolik bo'lardi. Ketma-ketlik bo'lmasdi, bo'yi kichkina, bo'yi kalta bo'lardi. Sizning dalingizda u holat yo'qmi? Demak, urug' aynamagan. Siz ozuqani suvi vaqtida bering, Xudo xolasa hosilni Alloh beradi inshaalloh. E'tibor uchun ham rahmat kattakon. Sog' bo'linglar.